Ichki kiyim tikishimiz uchun bizga mana bu ko'rinishdagi maishiy tikuv mashinkalari kerak bo'ladi. Nima uchun? Chunki bunda ham to'g'ri chok bor, hamda zigzagning har xil ko'rinishlari bo'ladi. Qo'shimchasiga boshqa turlarida yana qo'shimcha bezak choklari ham bo'lishi mumkin. Bu mashinkaning turlari juda ham ko'p, brendlari ham har xil, o'ziga yarasha. Va bu mashinkaning mexanika ko'rinishdagi hamda avtomat ko'rinishdagisi bo'ladi. Ekraningizda ko'rinib turgani bu mexanika turi hisoblanadi. Ya'ni regulirovkalari, ya'ni sozlamalari hammasi qo'lda boshqariladi. Mana. Zakrepkalar qo'lda beriladi. Petля ochish hammasi qo'lda bajarilgani uchun bu mexanika turi hisoblanadi. Endi buni avtomat ko'rinishlari ham bor. Mana bu sozlamalari hammasi qo'lda emas, aksincha qandaydir knopkalar yoki sensorlar orqali bajariladi. Endi savol berishingiz mumkin, qaysi turi yaxshiroq? Bu yerda mexanika bo'ladimi yoki avtomat bo'ladimi? Buni farqi yo'q. Lekin zamonaviy bo'lsa, albatta ular bilan ishlash yaxshiroq, ya'ni ishingizni osonlashtiradi. Bu yerda eng asosiysi bizga choklarimizni sifatligi. Avtomat ko'rinishda ham yoki mexanika ko'rinishda ham bular hammasi bir xil bo'ladi. Faqat avtomatda mana bu lapkalarida yana boshqacha qo'shimcha sozlamalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun mexanika bo'ladimi yoki avtomat bo'ladimi? Eng asosiysi trikotaj uchun sozlangan bo'lsa bo'ldi. Mana shu eng keraklisi hisoblanadi. Bu mashinkada bizga eng kerak bo'ladigan chok turi bu zigzag turi hisoblanadi. Zigzag haqida gap ketar ekan, biz avvallari chayka yoki veritas ko'rinishdagi mashinkalarda tikkanmiz. U oyoq mashinka ko'rinishida bo'lgan yoki motorli turlari ham bor. Mana shulardan ham bemalol foydalanishingiz mumkin. Faqat zigzaglarini sozlasangiz bo'ldi. Tikayotgan kiyimingizga mana shu zigzag choklari mos kelsa bo'ldi. Chunki zigzagni ikki xil turi bor. Ichki kiyim tikishda asosan zigzagni ikkita turidan ko'proq foydalanamiz. Birinchisi mana bu oddiy mayda ko'rinishi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi mana bu qadamli zigzag turi. Mana shu ikkita chokdan biz asosan foydalanamiz. Faqat mana bu turi bo'lib, bu turi bo'lmasa, buni hech qanaqa yomon joyi yo'q. Bu ikkalasi bir-biriga yaqin sifatni beradi. Shuning uchun hammasi bo'lsa yaxshi albatta, lekin agar bitta shu turi bo'ladigan bo'lsa, u ham bo'ladi. Farqi yo'q. Eng asosiysi mashinkamiz trikotajni yaxshi tiksa bo'ldi. Bu mashinkamizda biz bemalol boshqa kiyimlarni tikib kelayotgan bo'lishimiz ham mumkin. Lekin ichki kiyimni tikayotgan vaqtimizda yoki tikishimizdan oldin bir oz sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, zigzag choklari qandayligi, qanday qalinlikda bo'lish kerakligi yoki bo'lmasam ignasi qanday bo'lish kerakligi haqida bilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar hozir kichkina namunada mana shu narsalarni sozlab ko'ramiz. Mashinkamizni yoqib olamiz, endi tekshiramiz. Birinchi navbatda mana bu ignamiz 70-75 razmerda bo'lishi kerak. Mana shuni qo'yib tekshirib olamiz. Ana undan keyin birinchi bo'lib to'g'ri chokdan boshlaymiz. Men ichki kiyimimni tikmoqchi bo'lgan matoyimni 2 qavat buklovga qo'yaman-da. Mana tikishni boshlayman. Avvaliga ignani kirg'izaman, bosaman. Mana bu mashinkaning sveti tushib turibdi, chunki iloji yo'q. Busiz endi tikishni boshlayman. Xo'sh, biroz men chokimni sal kattalashtiraman. 3 dan oshdi meniki, mana. Qo'yib olaman. Tikayotgan vaqtimizda mana bu ipi turgani yaxshi albatta, chunki trikotaj bitta joyda tiqilib qolmasligi uchun mana shu ipi bizga yordam beradi. Shuning uchun ipi bo'lgani yaxshi. Mana tikib ko'ramiz. Hech narsani cho'zmaymiz, o'z holicha mana. Tikib ko'raman. Tekshiraman, aylantiraman. Ko'rishi mumkin, menda mana hammasi joy-joyida. Yana yuraman. Endi to'g'ri chokni tekshirib bo'ldim. Endi zigzagini tekshirishim kerak bo'ladi. Menda zigzagni ko'rinishlari har xil. Kelinglar, birinchi navbatda mayda zigzagdan boshlaymiz. Endi zigzagni maydasiga qo'yib olaman. Menda zigzagni maydasi mana ko'rinib turibdi. S.
Men esga qo'yaman. Mana shu regulirovka qilayotgan vaqtingizda albatta mana bu igna yuqorida turgan bo'lishi kerak, pastda emas. Tepada bo'lishi kerak. Mana men esga qo'yib olaman hamda choqimni maydalashhtiraman. Kelinglar ikkiga qo'yaman. Endi tekshiramiz. Mana men hozir tikib ko'rdim. Qaranglar. Sal yirikroq, demak maydalashhtiraman. Esda turadi, lekin choqimni maydalashhtiraman. Men yarimga olib keldim. Ya'ni 0 dan 1 gacha bo'lganda yarimiga qo'yib oldim. Ko'raman. Yuraman. Juda ham maydalashib ketdi. Demak, 1 ga qo'yaman. Mana bu ham yaxshi bo'ladi. Yetadi. Demak, mayda zigzagimdan men har xil kengliklarini mana shu ko'rinishda regulirovka qilib olaman. Endi keyingi zigzagini ham ko'raman. Endi esa men zigzagni mana bu turini bitta ko'rib olaman. Uning uchun nima qilaman? Uning uchun menda mana bu D ga aylantiraman mana. D ga aylantirdim. Yana qaytaraman. Igna tepada turgan bo'lishi kerak, pastda emas. Pastga tushirilgan bo'lishi kerak emas. D ga qo'yib olaman. Choqimni maydaligini kelinglar yiriklashhtiraman, ya'ni 2 ga qo'yaman. Qani ko'ramiz, qanaqa bo'lar ekan. Endi yurib ko'raman. Mana ignani yurishiga e'tibor bering. Qadam tashab, ya'ni точечный ham deydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu ko'rinishda menda paydo bo'ldi. Lekin men uchun bu juda ham yirik. Demak, maydalashhtiraman. Nima qilaman? Ko'taraman. 2 ga emas, 1 ga tushiraman. Hamda ozgina aylantirib olaman-da. Endi ishda davom etaman. Demak, choklarimizni mana shu ko'rinishda sozlab olamiz. Va agar mashinkangiz bilan unchalik darajada tanishmagan bo'lsangiz, mana endi tanishish payti keldi. Ichki kiyim tikayotganda yaxshigina o'rganib olasiz.